Assalomu alaykum. Bu videomiz qiz farzandi bor otalarga. Demak, siz agar qiz farzandingiz bo'lsa, iloji boricha qiz farzandingizga yaxshi, muloyim, mehribon muomala qilishga harakat qilishingiz kerak. Sababi qiz bolaning hayotida birinchi erkak kishi uni adasi, ya'ni otasi bo'ladi. Ya'ni qiz bola dunyoga kelar ekan, uni birinchi erkak kishisi uni otasi bo'ladi. Qaysi ma'noda? U kichkina qizcha shakllanish vaqtida erkak kishi obrazini ana shu otani xatti-harakatlaridan oladi. Agar ota qo'pol, dag'al, juda baqiroq, umuman yumshoq bo'lmasa, bu qizchani xayolida, ya'ni dasturida erkak kishi shunaqa qo'pol, dag'al bo'lar ekan degan fikr, dastur paydo bo'ladi. Buni programma deydi. Aksincha erkak kishi yumshoq, mehribon, har bir narsada uni eshitadigan, tushunadigan ota bo'lsa, erkak kishi haqiqatdan ham shunaqa yumshoq, mehribon va har bir narsada meni tushunadi degan dastur paydo bo'ladi. Bu dastur hozir ishlamaydi. Bu dastur qizingizni turmushga berish vaqtida ishlaydi. Qizingizga turmushga berish vaqtida agar u uchrashuvga chiqadigan bo'lsa, agar yumshoq tabiatli, mehribon bir odamni ko'rsa-yu uchrashuvda, lekin uni programmasida qo'pol, dag'al bir erkakni obrazi shakllangan bo'lsa, bu odam uchun, bu qiz uchun bu inson o'ta latta, bo'sh odamdek ko'rinadi. Aksincha uni oldiga qo'pol, dag'al, har bir gapida so'kinadigan bir odam chiqsa, ana haqiqiy erkak kishi shunaqa bo'lar ekan degan unda programma ishga tushadi. Va u o'z hayotida ham, kelajakda ham xuddi shunday insonga turmushga chiqadi va turmushida million xil muammolar bo'ladi. Aksincha, agar siz mehribon, yumshoq, qizingizga har bir narsani to'g'ri tushuntiradigan, uni tushunadigan ota bo'lsangiz, u o'zini hayotidagi erkak kishini xuddi shunaqa kачестволар bilan, sifatlar bilan baholaydi va tanlaydi. Mana shu orqali qizingizni baxtli bo'lish yoki baxtli bo'lmasligingizga siz qisman bo'lsa ham aloqangiz bo'ladi. Demak, qizi bor otalarga murojaatim, iloji boricha qiz farzandingizga yumshoq, mehribon, uni tushunadigan bo'lishga harakat qiling. Bu videoni o'sha qizi bor otalarga yuborib qo'yamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar. Nima uchun aytdim? Sababi hozirgi bugun ko'rgan kasallarim ichida nevroz, ayniqsa ayollar o'rtasida nevroz juda ko'p keldi. Nevroz asosiy sabablari er bilan munosabatni noto'g'ri yo'lga qo'yilganligi, ya'ni er xotin bir-biri bilan juda kelishmaydi va shuni natijasida nevrozlar paydo bo'lgan. Tegini so'rasangiz, yoshligida xuddi shunaqa nevrotik oilada katta bo'lgan bo'ladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.